Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston prezidenti Shavkat aka Mirziyoyev ata. Mana mening sizga aytayotgan murojaatim O'zbekiston bosh prokuroriga hamda ichki ishlar boshlig'ariga aytayotmanki shu demoqchiman. Birinchi navbatda prezident otamizning aytgan gaplari bor. Shu birinchi navbatda aholiga yo'l masalalarida hamda suv ariqlarda suvlar to'lib og'ib dehqonchiliklarni yo'llarga qadimda qizlar suv sepgan degan aytgan gaplari bor. Lekin shularga amal qilmagan holda bizning Gullan tumani Xorazm viloyati Bo'zqala mahallada mana ariqlarimizning yastisi. Men vijdonim qiynalganidan yana bir bora sizlarga iltimos qilyapman. Ana shu tomondan bizlarga bir yordam berib, oyinda dim bo'lmasa 4 kun, bir oyda har haftada bir marta suvni berdisangiz sizlarga kattadan katta rahmat Xudoyim. Bu masalani suv bor, suv yo'q bo'lsa zalal yo'q edi. Bor suvni aholiga bermagan holda fermerlar 3-4 nasldan qurib yerlarini suvlarni tortib yotar. Suvlarni. Shuning uchun aholiga yerlarına suv chiqish qiyin bo'lib ketdi. Bu narsani bilamasman. Necha yillardan beri takrorlab aytib kelaman. Mening o'zim mana Do'satov Baxtiyor Saparboyevich shu 81-yildan beri kolxozda, kommunizm kolxozdan ishlab kelganman. Shu Sanat Jabborovning vaqtidan buyog'ida barida ishlab kelganman. Mehnat etib. Hozirgi vaqtda nafaqadagi odamman. Joylari jannatdan bo'lsa Sharaf Rashidov atamizlarning ikinchi kelganida 23-Dalachipandan keldi. Shu yerda men qatnashdim, xizmat qildim. Shu yerda bo'ldim men ham. Shunday. Mana bu hozirgi bizning hokimning davarag'indagilar bizlarni nazar pisand qilmaydi, odam hisobga olmaydi. Kerak bo'lsa hokimiyatga kirgizmaydi bular, bormi? Hakim bo'lganlar qabul qadam kelmaydi, boshqa ishlar bo'yicha yuradi. Ham bular hozir endi hozirgi vaqtda qur rasm tushirishga amalga o'tdi bular. Qur rasmga tushiradi. Kerak bo'lsa yaxshi yerlarga borib o'zar rasmga tushiradi, boshqa ketadi. Ana shu bunday yerlarda ko'rishga olan nesi yo'q. Masalan, mana prezident atamning aytgan yo'l masalalari bo'yicha menakay. Misol uchun hozir lekin bu yo'l qadam rahmat. Murod Achilovlarning vaqtida Abad mahalla kelib, shu yordam berib bizlarni uzatib berdi. Buga kattadan katta rahmat. Bu yo'limizga ham rahmat. Ana shunda rahmat. Achilovlar ham Xudoyim sog' bo'lsin. Xudoyim ishlarni kattadan katta muvaffaqiyat tilaymiz. Xudoyim shu Jumanazov Umurbeklarga ham rahmat. Shu aytgan vaqtida suvni yetkazib berib turdi. Ana endi men vijdonim qiynalgandan bu narsani aytib o'tirman. Ana endi men qarri holim ha. Misol uchun 63 yoshni to'ldirgan odamman men, nafaqadagi odamman. Mendan boshqa odam aytmasa men endi aytib o'tiraman, vijdonim qiynalgandan aytib o'tiraman. Ana bu mana ariqlarimizning ichining yaratishi bu. Menakay ahvolimiz shunday. Ana shunday, menakay. Mana men gullar menakay. Ana shifa bag'ishlarni o'rmay qo'yibman. Tuxumi ko'payib turib Dövereklerge yigilse ertang bir gün biröler yana yedi şunun nesinden alıp şifa vakşinilerden dep çiğmeye koyupan. Tuxum oynaklarga yılışıp barıp dep. Çiğmeye koyupan. Yani şu çiğmeye koyupan. Ortak yaşlılar. Xudayim şu sağ olun, selamet olun. Kolunuzdan gelince bize imkanatı varınca Bo'zqala mahallega su ekip bersin hemenlik kılınlar. Mene içim yanğanı, mene yerlerimiz katıp yatıp katıp. Yel adamlar peçe ekip men şunda mene peçedem ekip koyupan mene peçedem. Mana buruşlarning yatışı beri menaki. Mana ana olmalar. Ana shuning uchun bizlarga bir yordam berishingizni iltimos qilib qolaman. Men Do'satov Baxtiyor Saparboyevman. Mana baklajollar. Ana shu baklajollar. Birovlar kommentariy yozibdi, 4 pomadim bor deb. 4 pomadim bo'lsa da mana xo'jaligim shu narsalar deydi. O'rtaq prezident, prokuror baba, ichki ishlar boshliqlar mana. Şundan artık pamazır olamayın menakay. Ana şu. Menakay. Ana şu. Xudoyim sizlar sog' bo'lin, salomat bo'lin. Bizlarning boshimizda boshchi bo'lib yurib, Xudoyim xalqqa qo'lingizdan kelgancha yordam berib yuravergaysizlar Xudoyim. 100 yoshlardan ham ishlab O'zbekistonimizning kelajagi uchun
yaxşı işlerde aparıp yürüyüşünüzge tilektaşman. Bu fermerler kuru buğday yerine nakanuni rövüşte meş ekmeği, kimiçki ekmeği, başka etmeyi kuru şalı egip yatır. Bular şu işlerde recedek vecdadi ekmeyeceğim bolsa. Xitay'dan adamlarına yerlerimizi verin. Yani şu adamlar eksin, hem halka pulunu verir, hem halkta işleytedi olar. İşleytedi olar. Mesela buna Rusya'da dal nevasıklardan kaysa işlebilipti. Yani onların Özbekler işlebilipti o yaklardan buna alçalar. Buna karayüzümler bular. Ana o nere glaslar olar. Ana şunday. Zaten sağ olunlar, salamet olun. İşlerinizde muvaffakat. Özbekistan'ımız tutmasın, sağlıklı salametliklerde oynayıp gelip ailenizin adasında yürür geçer, sağ salamet, Kudayım. Ana pamarlar, benim içim açığından açıyorum bunu seni. Hiç bunun ilacım bulmagan, ana şunun için bir yardım versenler. O akşam vaat koyduğun adam aytadı, 22'sinden ki su içesen deydi. Abi yerden kadarını bilmiydi bunlar. Yerden kadarını, adamın kadarını bilen adam emas olar, ondan da demiydi o. Ana şu yana bir mata mana özüm suretimni ko'rkazaman ana. Ortaq katta yaşlılar ana. Men endi YouTube'ga chiqib turibman, ilojim yo'g'idan chiqib turibman. Men yilda suv masalasini yozma ravishda berib turibman oblastga keyin. Respublikaga aytma turuvdim. Ana endi men qiynalganimni aytyapman. Ana prezidentimning aytgan so'zlarini amal qilmay turibdi, amal. Birinchi navbatda yo'l masalasini, xalqning ham suv masalasini qilib berish kerak degan amal qilmay turibdi bular. Men kechanglar ko'rkazib beraman. Fermerlar 10 gektar, 20, 30, 40 gektarlab shallarni egib o'tiribdi. Shu shallarni masalan ozroqdan egib, mash ekkan dedim, silosga makka jo'xari ekkan dedim, masalan kimichka ekkan dedim. Qancha odam ishli bo'ladi, qancha odamlar mehnat etadi shu yerda. Quri bular shalni egib, xazinasini boyitib, kishasini kirgizib o'tiribdi. Ana shuning uchun bir yaxshi yontash bizga bir yordam bersangizni iltimos qilib qoluvchi men Do'satov Baxtiyor Safarovich, Xorazm viloyati Gullan tumani Bo'zqal'a mahallasidan Tinchlik ko'cha 44-uyda yashovchi Do'satov Baxtiyorman. Xudoyim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Neki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa ro'yobga chiqishi uchun 100 yoshlardan ham Xudoyim shu yoshli bo'lib, prezident bo'lib turavergaysiz Xudoyim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.